Yahudiylar yonmoqda. Esingizda bo'lsa, bundan bir necha oy avval Hamas harakatiga Tramp agar bizni shartlarga ko'nmasa, G'azoni jahannamga aylantiraman degan edi. Lekin ko'rib turganingizdek, Allohning fazli marhamati bilan butun yahudiylar yashaydigan joy jahannamga aylandi. Alhamdulillah. Biz ummat yordam bermasak ham Alloh subhanahu va taolo bir narsani bo'l dedimi, mana shunday bo'ladi. Butun ummat G'azo ahlini yordamsiz tashlab qo'ygan bo'lsa ham, bir zumda mana shunday yahudlarni xor holatga solgan Robbimizga hamdlar bo'lsin. Subhanalloh, chorshanba kuni kechga yaqin chiqqan olovni hech kim bilmaydi qayerdan chiqqanini va har qayerdan juda ham tezlik bilan tarqalyapti. Mana 2-3 kundirki hali ham o'chirishga muvaffaq bo'lishmadi va Allohning fazli marhamati bilan xaritadan ko'rishingiz mumkin. G'azo territoriyasida yoki yonida Iordaniya bor, yonida Livan davlati bor, ularga o'tmasdan faqat o'sha yahudiylar yashaydigan joylarda mana shunday kuchli alangali olov kuzatilyapti. Kimdir aytishligi mumkin, bu tabiiy ofat. Bu hech qanday tabiiy ofat emas. Bu balki Alloh subhanahu va taoloning mana bu zolim bo'lgan qavmlarga haqiqiy jazosidir. Birodarlar, mana bu mazlumlarning nolasi, mana bu shahid bo'layotgan ayollar, qariyalar, yosh bolalarning duolari hech qachon Alloh subhanahu va taolo tashlab qo'ymaydi. Ularga albatta yordam beradi. Yana eng qiziq ma'lumot, mana shu ekilgan daraxtlar yahudlar ko'chib kelib, musulmonlar yerlarini bosib olgandan so'ng sun'iy ravishda chiroyli manzara qilish uchun tog' toshlarga o'zlari, ya'ni kattadan katta mablag'lar sarflab ekilgan daraxtlar va bugungi kunda ko'rib turibmizki, bir kecha kunduzda barchasi yonib ketdi, alhamdulillah. Bu bo'layotgan voqealar qalbida zarracha iymoni bor mu'minlarga haqiqiy shifodir, alhamdulillah. Allohga hamd va sanolar bo'lsinki, mana bu holatlarni ko'rib juda ham xursand bo'lyapmiz. Robbim mana bu narsani davomli qilsin va mana bu yahud qavmiga va mana bu kofir qavmga Alloh taolo o'zi jazosini bersin. Aziz birodarim, xulosa o'laroq shuni aytamizki, Alloh subhanahu va taoloning diniga yordam bermasak, aslida zarar ko'ruvchi bizmiz. Biz faqat Allohning diniga xizmat qilibgina o'zimizni, nafsimizni jahannamdan qutqaramiz. Ya'ni shuni xulosa qilishimiz mumkinki, biz yordam bermasak ham Alloh subhanahu va taolo yordam beradi G'azo xalqiga va butun dunyodagi musulmonlarga. Lekin biz musulmonlar o'zimizni jahannamdan qutqargan holatda har lahzada islomda bo'lgan aka-ukamizni g'amida yashashlikka harakat qilaylik. Ey qahhor, ey jabbor, ey har narsaga qodir bo'lgan Robbimiz, mana bunday islom ahliga zulm qilayotgan butun dunyodagi zolimlarga o'zing kifoya qilgin va mana bunday jazoingni tezlatgin. Alloh barchalardan rozi bo'lsin, xossatan G'azo musulmonlariga o'zi yordam bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. دعيني أشير إلى هذا الخبر العاجل إلى أن وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن مبان قد أصيبت وتعرضت لإصابات مباشرة من هذه الصواريخ في مدينة تل أبيب. الدفاعات الجوية الإسرائيلية